Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Manzil makon sahifamizning bu galgi maskani Urganch tumanidagi Qoramon qishlog'i bo'ladi. Qoramon so'zining ma'nosi nima? Bu savolga sizlar bilan birgalikda yechim topamiz va mana shu hududdan chiqqan mashhur insonlarni tarixini, an'analarini, qadriyatlarini sizlar bilan bo'lishamiz. Qiziqarli ma'lumotlar sizni kutib turibdi. Qani ketdik. Qoramon qishlog'iga kirib kelishingiz bilan uning go'zal tabiati va manzaralari sizda chuqur taassurot qoldiradi. Qishloqning yuragi bo'lmish so'lim bog'lar, keng dalalar va qulay yashash muhiti bu yerdagi hayotning tinch va samimiyligini aks ettiradi. Qoramonliklar asosan dehqonchilik, chorvachilik hamda issiqxonachilik bilan shug'ullanadi. 1950-yillarda qishloq O'zbekiston Markaziy ijroiya komiteti raisi bo'lib ishlagan Yo'ldosh Oxunboboyev nomi bilan atala boshlangan. Qoramon deb nomlanishini asosiy sabab shu bizning qishloqda o'sgan qoramon, gujum daraxtlarini nomina qo'yilgan. Bu ikki narsa boya aytdim. Xorazmda aravasozlik sanoati juda rivojlangan. Arava bo'lgan texnikada hozirgi mashina, traktor hamma vazifani bajargan yuk qatnovchi narsa bo'lgan. Shuning uchun aravani kupchak deb aytilgan Xorazmda bu rus tilida stupissa deydi. Buni gujum daraxtidan ishlaydilar. Keyin uni o'qiba Xorazm tilida ko'char deydi. Buni qoramon daraxtidan ishlaydilar. Va kiya degan spisa. Buni ham qoramon daraxtidan ishlaydilar. Keyin qoramon daraxtining shoxalari uzun bo'ladi, gujumniki bir joyda bo'ladi, bir top bo'ladi. Ana shu uzun bo'lgan shoxalaridan o'ymakorlik san'atidan ishlatilgan o'rala qilingan ustun deydi buni. Buni taxta etib yorib, ayna qapı darvozalarda o'ymakor qilib ishlaydilar. Shuning uchun qishlog'imizning nomi shu ekinlar ko'p ekilgan, shu daraxtlar ko'p ekilganligi uchun qoramon deb atalgan. Shunda shu to'xtamda qolgan ota-bobomiz. Qoramon, qattiq qoramon. U o'sgan joylarga qaydan boraman? Ustamiz buyurdi shuni toping deb, topmasam izimga qanday qaytaman? Xalq orasida qoramon daraxti haqida qo'shiqlar ham to'qilgan. Qishloq ahli orasidagi og'zaki naqllarga ko'ra aynan ushbu hududda Xiva xonlarining qarorgohi joylashgan bo'lib, hukmdor shu yerga kelib hordiq chiqarar, shikor o'tkazar ekan. Shu yerlarda qoramon daraxti ko'p bo'lib, shikor paytida xon navkarlari baland qoramon daraxti ustiga chiqib tevarak atrofni kuzatishar ekan. Qoramon daraxti juda baland bo'lib, unda o'tirgan odam tevarak atrofni kuzatgan, lekin uni hech kim ko'rmagan. Shu sababli ham bu jihat hukmdor ovining baroridan kelishiga sababchi bo'lar ekan. Turkmanistonlik tadqiqotchi Sulton Otaniyozovning ilmiy asarlarida Garaman atamasini uchratishimiz mumkin. Garaman turkmanlarning Akman va Garaman uluslarining nomlari sifatida qayd etiladi. Bu urug' nomi Xo'ja Ahmad Yassaviyning devonlarida ham uchraydi. Shuningdek, Qozog'iston Respublikasidagi Turkiston shahri yaqinida ham Garaman degan ovul bor. Bundan tashqari, Xiva xoni Abulg'ozining Shajarai Tarokima asarida O'g'uz turkmanlarining sarkardalaridan birining nomi Garaman bo'lganligi yoziladi. Shu kabi Qoramon nomi bilan ataladigan qishloqlar respublikamizning boshqa tumanlarida ham bor. Masalan, Qoraqalpog'istondagi Amudaryo tumanida bir qishloqning nomi Qaraman. Ozarbayjon Respublikasida va Turkiyada ham Qoramon degan aholi maskani bor. Shundan ko'rinadiki, Qoramon atamasining kelib chiqishini daraxt nomi bilan emas, ko'proq qavm, urug' nomi bilan bog'liq. Bu Qaramonning tarixi juda katta buni. Hududiy joylashuvi bu yerda bizda Alovilik degan joy bor. Bu yerda turkmanlar yashaydi. Xo'jalik turkman bundan 300 yil burun shu chamasi Abulg'ozixon davrida ko'chirib akkelingan Mara taraflardan. Shu yerdan boshlab buni sharqiy chegaramiz shu yerdan boshlanadi, g'arbiy chegaramiz borib Qatag'on qishlog'iga borib ulangan. G'azovat kanali olinmasdan G'azovat kanalidan qo'ladagi Kenayas qishlog'i, hozirgi Qo'shko'pir tumanidagi Kenayas qishlog'ining ham yarmigacha Qoramon qishlog'i deb aytilgan. Bundan tashqari bu yerda yana bir qishloq bor. Shu qishloqdan bir qismi Qoramon qishlog'iga qaragan buni qishloq og'asi so'ragan. U davrlarda qishloqni boshqarganni xalq davrida bir joylarda qishloq og'asi deyilgan, bir joylarda qishloq hakimi deyilgan, bir joylarda qishloq oqsoqoli deyilgan. Bizning qishloqda qishloq og'asi deyilgan. Matrizoydan boshlab eng oxirgi qishloq og'asi Sattarquli degan bo'lgan. Bu hududiy joylashuv bu. Keyin Sovet ittifoqi kelgandan keyin
Şurada ortadan Gazovat kanalı o'tgan. Sovet İttifakı geldiğinden keyin xuddi shu Türkmenlikten başlanıp şimal tarafımız Kulavat olgan, janub tarafımız Gazovat olgan. Yine şu başlangıç şu an 13 kilometre uzunlukta Qo'shko'pir tumanidagi Qatag'on qishlog'iga borincha taqalgan. Keyin bu 51-yildan keyin takomillashib borib, Sovet hukumati davrida Bekovat qishlog'ining bir qismini Qaramona o'tkazganlar, Qaraman qishlog'ining Ravot qismini Bekovat qishlog'iga o'tkazganlar. Shunlar hozirgi shu bugungi Qaraman qishlog'i bo'lib turibdi bu. Sher Muhammad Munis va Muhammad Rizo ogohiylarning Firdavs ul Iqbol asariga murojaat qiladigan bo'lsak, bizning mavzuyimiz bo'lgan Qoramon qishlog'i va unda kechgan voqealarni ham bilib olish mumkin. Ushbu tarixiy manbada Qoramon qishlog'i qahramon tarzida qayd etiladi. Ayniqsa 17-18 asrlarda xonlikda kechgan va tarixga xonlar o'yini nomi bilan qayd etilgan nizo va urushlar bayon qilingan sahifalarda xalq va davlatni tanazzulga keltirgan voqealar kechgan hududlar qatorida Urganch bekligidagi Qoramon, Bekobod, hozirgi Xiva tumanidagi Go'ja, Pirnaxos va boshqa mavzelar qayd etilgan. Ana shu faktlardan ham bilsak bo'ladiki, Qoramon qishlog'i Xivaga yaqin bo'lgan. Xorazm tarixining kichik bir varag'i bo'lmish Qoramon qishlog'i haqida so'z borar ekan, bu hudud aholisining xarakterli xususiyatlari haqida to'xtalmasdan o'tish nojoiz. Qoramonda nihoyatda bag'ri keng, saxovatli, ochiqko'ngil va mehmondo'st kishilar yashaydi. Ular orasida mashaqqatli, mehnatdan suyagi qotgan, suvining har bir tomchisini, yerning har bir qarichini qadriga yetgan, o'z nonini o'zgalar bilan teng baham ko'ra oladigan, mehmonni barchadan ulug' hisoblovchi tanti, shu bilan birgalikda or nomusni o'z g'ururiga jo qilib olgan kishilar bor. Qoramonliklarning xarakteridagi rang-baranglik bu hududda kechgan etnik jarayonlar bilan chambarchas bog'liq. Bizning Qoramon qishlog'ida 4 ta mahalla bo'lib, Beruniy mahallasi shu mahallalardan biri hisoblanadi. Ayni damda Qoramon qishlog'ining yuragi desak mubolag'a bo'lmaydi. Qishlog'imizdagi mana shu Beruniy mahallamizda 3150 nafar fuqaro istiqomat qiladi. 583 ta xonadon, 883 ta oilalar ahil inoq yashab kelmoqdalar. Bizning mahallamizning aholisi deyarli dehqonchilik bilan, issiqxona bilan shug'ullanadilar. Hozirgi kunda mahallamizdagi xotin-qizlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar mana shu katta yirik issiqxonalarda o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar. Yaxshigina daromad bilan oila tebratmoqdalar. Mahallamiz aholisi hozirgi kunda issiqxonada dehqonchilik qilish bilan birgalikda chorvachilik, parrandachilik, yana bir shunday bir xonadonlarimizga borsangiz kayfiyatingiz ko'tariladi, oilasida bedana boqish ishlari ham yo'lga qo'yilgan. Bu bizni aholimizni ham daromadi, ham bandligini namunasidir. Aholimizda tinchlik doim barqaror. Mahallamizda kambag'allikdan farovonlik sari olib borilayotgan ishlar misolida aytishim mumkinki, kambag'al oilalarga, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarga mahallamizning namunali oilalari biriktirilib, nuroniylar bilan birgalikda ularning bandligini ta'minlash hamda oilasini daromadli qilib, oiladagi tinchlik, farovonligini yo'lga qo'yish maqsadida targ'ibot ishlari keng yo'lga qo'yildi. Qishloq aholisi o'zining o'rta va kichik bizneslari bilan shug'ullanishadi. Ko'plab oilalar kichik fermer xo'jaliklari, issiqxonachilik, sabzavot va meva yetishtirish, sut mahsulotlari ishlab chiqarish, parrandachilik bilan shug'ullanadi. Aholi o'zining ishlab chiqqan mahsulotlarini ko'pincha mahalliy bozorlarda sotib, o'z iqtisodiy holatini yaxshilashga intiladi. Qolaversa, mahalla ahli xizmat ko'rsatish faoliyatlari orqali o'zaro bir-birlarini qo'llab-quvvatlashadi. Shunday qilib, Qoramon qishlog'i o'zining boy tarixi, tinch hayoti va mehnatsevar aholisi bilan ajralib turadi. Bugungi kunda ham bu qishloqning kelajagi yorqin va uning yosh avlodi o'zining tarixiy ildizlariga tayanib, zamonaviy imkoniyatlar bilan oldinga intilmoqda. Qishloq o'zining qadriyatlarini saqlab qolgan holda rivojlanishda davom etmoqda.
Mana azizlar, Qoramon qishlog'ining tarixini, ma'lumotlarini sizlar bilan bo'lishdik. Qoramon so'zining ma'nosi daraxtdan kelib chiqqan ekan. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimiz o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ldi degan umiddamiz. Manzil makon sahifamiz orqali shahar, tuman, qishloqlarning kelib chiqish tarixini, qadriyatlarini birgalikda kashf etamiz.